81 santimetrlik smart televizorumuz 650 ming so'm narxda qo'yganmiz. 650 ming so'm. Yine bu türünü görüşümüz mümkün. 700 ming so'm. O'zi 1 milyon 400 ming so'm. Bu başlangıç to'lov emas. Shuna berasiz. Yo'q, bunda emas. Başlangıç to'lov narsa degan yo'q. 50% skidki. Yo'q, 50% skidki. Hammasidan chiroyli skidka atib beraman. Qanday bo'ladi? 1,5 million so'mga beraman. 2 milyon degan. 2 million deganimni. 2 million 200'likini 1 million 600 ming so'mga beraman. 2 milyon 300 ming so'mlikini 1 milyon 700 ming so'mga beraman. 2 milyon 400 ming so'mlikini 1 milyon 900 ming so'm atib beraman. 2 milyon 500 ming so'mlikini 1 milyon 950 ming so'm atib beraman. Qaranglar, Elita kompaniyaniki spichkali, Artel'ni bir gözlü toklisi, Artel'ni 4 gözlü gazlısı, Vesta brendi 1 milyon 700 ming so'mga qaytdim. Ferri'niki 1 milyon 500 ming so'mga qaytdim. Salıştırışınız üçün narx aytdım. İstergen joyingiz bilan salıştırib ko'ring. Xullas, necha so'mlik televizor evvel olgan bo'lsangiz, ko'rib yurgan bo'lsangiz, shuni teng yarim narxga olib ketishi mumkin bo'ladi. Bu demak, yani katta televizor, kichik televizor boshdan oxirigacha 32likdan to 98likgacha 100likgacha hammasini 50% chegirma skidkamiz amalada. Senaga ham bo'lsak, evvelgi videolarimizda ko'rgansizlar, kirmashin qo'shib berdik. Xolodilnik qo'shib berdik, televizor qo'shib berdik. Xullas, konditsioner qo'shib bermagan narsamiz qolmagan ekan. Endi nov qo'shib berish ham ikkilanib qoldik. Shuning uchun endi hozir ko'p odamning yodina konditsioner ham tushmaydi. Yodina tushirish maqsadida qo'shib beradigan vaziyatimiz Bektamboy majbur bo'ladi endi. Pul qo'shib beracakmiz. Konditsioner olasizlar, pul to'lab olasizlar, biz sizlarga yana pul beramiz. Bir konditsioneri 1, 2, 3, barana 4 milyon so'm pul beramiz. Bir kondisyonere 4 milyon so'm pul veramiz. 3,5 milyon so'mdan boshlanadi, lekin ularga deymiz. Kichkina xaladniklardan bosh beramiz desa, bo'ladi. Kichkina katta bular. Kattami bu? Qara, razmeriga qara. Kichkinalar qanasi? Kichkina xaladniklarimiz bu ham tarafda edi. 8 kilolik. O'zi avtomat 6 kilolik olib yurganlar ham 8 kiloga o'zgartirib turibdi. Shuni o'ylab qoldi, 8 kiloga o'zgartirib beradi. Hojat yo'q degan bilasizlar, qo'shpadan podariga ham garantiya beradi. Garantiya beramiz. Narxi 4 milyon so'm turadi, avtomat kirmashin podakisini beramiz. Havo. 5 millionlikni olsalar. 5 milyonlukini aladilar, 5 milyon ava, 5 milyon so'mlikini aladilar, 4 milyon so'm podakisi bor. Xolodilnikingiz 1 milyon so'mga tushib qoladi. Ana shu narsasi ham ichida bo'ladi. Xo'sh, somsa pishirib ham beramiz. Xamir bo'kib aytkasinlar, ishda pishirib beraman somsasini. Qo'shpadan podariga ham garantiya beradi. Garantiyasini beramiz. Bular dostavka sumkatdan gaz yanadan bo'lsa, gaz balon yanadan bo'lsa, gaz balon, periodni bo'lamizda, periodni beriladi. Endi qaranglar. Samsung 5 milyonlukku 4 milyon 900 ming so'mga tushdi. 4 milyon 600 tushgan. Sovg'asi bor. Sovg'asi ina pilisosi, mikrovolnovkasi, duxovkasi, parovoy dazmoli, avtomat shovrasi tekin içinde. Yo'q, meni uyimga to'ychi emasman men. Ina shu sovg'alar tekin. Men to'ychi emasman. Menga uyimga kerak desalar, televizor beraman. Ina televizor. Ajoyibundan smart Android'dan 4K o'qiydigan zo'rna televizor beraman. Bo'ldi emas. Like kommentariyasi uchun bir dana shovrasini ham beraman. Shopper bratlar uchun endi shopper bo'lsin, eriga haydab kelsin, giyoh haydab kelsin, yana bir dana termoxotini ham beraman. Uchta ham qo'shib berasiz. Motini. Samsung 5 milyonlukku 4 milyon 900 ming so'mga tushdi. 4 milyon 600 tushgan. Sovg'asi bor. Sovg'asi ina pilisosi, mikrovolnovkasi, duxovkasi, parovoy dazmoli, avtomat shovrasi tekin içinde. Yo'q, meni uyimga to'ychi emasman men. Ina shu sovg'alar tekin. Men to'ychi emasman. Menga uyimga kerak desalar, televizor beraman. Ina televizor. Ajoyibundan smart Android'dan 4K o'qiydigan zo'rna televizor beraman. Bo'ldi emas. Like kommentariyasi uchun bir dana shovrasini ham beraman. Shopper bratlar uchun endi shopper bo'lsin, eriga haydab kelsin, giyoh haydab kelsin, yana bir dana termoxotini ham beraman. Uchta ham qo'shib berasiz. Motini. Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar, sog'lom Xudo xolosa, bugungi videorolikda sizlarga 4 kundagi maishiy texnika narxlarini tanishtirib o'tamiz. Kanalga yangi bo'lsanglar, obuna bo'lib qo'shib unutmanglar. Qo'ldan kelgancha sizlarga kerakli video chiqarishda davom etamiz. Ko'rib turganlaringizdek, Diller 300 magazinga keldik. Bu Qoraqalpog'iston Respublikasi 4 tumanida joylashgan bo'ladi, 4 bozorida. Xo'p, bu tarafdan kelgan yurtdoshlarimiz Optim tarafdan kirib kelasizlar. O'zi Optim tarafdan kirib kelsanglar, bozorning ichida bir dana darvoza kiradi. Shu darvozadan kelsanglar, ko'rib turganlaringiz Diller 300 magazini. Shuni o'ng taraf plakati bor. Shu yerdan o'ng tarafga qarab aylansanglar, Diller 300 magazinga kelasizlar. Bu tarafdan kelgan bo'lsanglar, ko'cha darvozadan to'g'ri orqa tarafga chiqasizlar. Salonchilar xatarına gelsanglar, chapga qarab aylansanglar, shundan meni plakatga ko'zlaringiz tushadi. Shundan to'g'ri chapga qarab aylanib kelasizlar. Ekranlardan telefon nomerini qoldirib qo'yaman, bemalol shu nomerga bog'lanib turib adres so'rab kelsanglar yoki onlayn tarzda xarid etib olsanglar bo'ladi. Videoni boshlagan olsangiz bir dana like'lar bosib qo'yamiz, unda ketdik.
Assalomu alaykum, Ergajon, yaxshimisiz? Sog'likmi, yaxshimi? Assalomu alaykum. Tamam. Sog'likmi? Alaykum assalom. Ishda o'tiribman, charchamasdan. 2026-yilda birinchi marta tushishimiz mumkin ekanmi? Assalomu alaykum. Salomlashib, kamerasi. Ag'a deb boshladi, ishga yaxshilik bo'lg'ay bu. During o'zim taqib qo'yaman sizga. Ag'a deysiz-ku. 2026-yilda birinchi videomiz. Biz salomlashamiz. Assalomu alaykum. 34 kil kanali obunachilari, Diller 300 magazinimiz xaridorlari. Sog'misizlar, omonmisizlar? Hammangiz yaxshi kayfiyat tilaymiz. Xudo xolasa bugun yana 34 kil kanalidan O'ktamboy bilan zo'r do'konimizda aksiyalarni boshlab berganmiz, start berganmiz. Shu aksiyalarning jarayonlari bilan bir qator tanishtiramiz. Eski toza yillarli video ishlamadik. Yangi yilda qanday o'zgarishlar bo'ldi, qanday qo'shimchalar qo'shildi, yangiliklar qo'shildi, bir qator ma'lumotlar bilan, aksiyalar bilan, narx-navolar bilan batafsil tanishtiramiz. Videomizni o'tkazmasdan oxirigacha ko'rishingizni tavsiya etamiz. Chunki o'rtalarında, boshqa yerlarida sizlarga kerak bo'ladigan ayrim ma'lumotlarni aytamiz. Qo'shimcha sovg'alarimiz ham ega bo'lishingiz mumkin. Videomizning oxirida kommentariy shouimiz uchun ham zo'r podarkalarni qo'yganmiz. Ularni ham xudo xolasa bir qator aytib beramiz. Chiqma hola magazinga kelmagan holdan o'tib olsalar bo'ladi, shunday imkoniyati bor. Shuning uchun aytamiz, bizning 34 kil kanali, 34 kil kanalini ko'rsanglar, Diller 300 do'konimizning aksiyalari 7 yoshdan 70 yoshgacha hammaga to'g'ri keladigan, hammaga birdek manfaatli bo'ladigan aksiyalarni ishlab beramiz, xudo xolasa. Mesela ko'p kutilmagan holda narx-navodan boshlaymiz. Bo'ldi. Narx-navodan boshlaydigan bo'lsak, narxlarni sindirgan shaklda boshlab beramiz O'ktamboy. Hali O'zbekiston Respublikasida bo'lmagan televizorlarda narxlarni biza qo'yib beramiz. Hali ko'rmagansizlar, nerealni eshitmagan baholaringizni, ko'rmagan baholaringizni Diller 300 do'konda qo'yib beramiz. Faqat shu do'konda Xudo xolasa, hozircha shu katta do'kon filialimizda olib turibmiz videomizni. Shu do'konimizda amal etadi. 5-fevralgacha qo'yib berganmiz. 5-fevralgacha kutib olasizlar. Televizorlarimizda hammasida 50% skidka qo'yib berdik. 50% skidka. Voucher emas. Voucher emas, haqiqiy skidkani o'zini qo'yib berdik. Shart ham yo'q. Sharti endi ko'radi, Diller 300 shu videomizni ko'rib, like bosib, kommentariy yozib keladilar. U hech qanday qiyin narsa emas. Narxlarimiz lekin kelishingizga arziydi, kuzatishingizni arziydigan bo'lgan haqiqatdan nerealni narx qo'yganmiz. Chunki 50% skidkadan boshlab borardi 2026 yillarga yana tempo. Endi dekabr oyida o'zi avval boshqa xolodilnikka kirmashinlar qo'yib berganmiz bunday aksiyalarni, lekin televizorlar hali bo'lmagan edi, isbit etmadik. Yangi vaqtda qo'yamiz dedikdan, lekin o'zi skidkasiz ham sotish jarayonimiz, savdo jarayonimiz dim ko'p bo'ldi, yetisha olmay qoldik bu narsaga. Shuning uchun endi ko'pchilik yurtdoshlarimiz televizor ham olib olganlar ham bo'ldi. Bayram yangi yilda hamma yangi televizor oladi-ku. Shu lekin bizning narxlarimizdan keyin olgan bo'lsangiz ham yana olasiz. Yana olasiz keladi. Qaranglar, 32 lik, 81 santimetrlik smart televizorimiz 650 ming so'm narxda qo'yganmiz. 650 ming so'm. Ina bu turini ko'rishimiz mumkin 700 ming so'm. O'zi 1 million 400 ming so'm. Bu boshlang'ich to'lov emas. Shuna berasiz. Yo'q, bunday emas. Boshlang'ich to'lov narsa degan yo'q. 50% skidka. Yo'q, 50% skidka. 700 ming so'm televizorga tashilib bo'ldi. Televizor 700 ming so'm. 700 ming so'm. Ina RTL brendimizdan 1 million 700 ming so'm televizor 850 ming so'm. Istalgan joy bilan so'rab sarishlik keraveradi. Ana Samsung varianti 1 million 300 ekadi, 650 ming so'm bo'lib turibdi. 2 million so'mligi 1 million so'm bo'lib turibdi. Xullas, necha so'mlik televizor avval olgan bo'lsangiz, ko'rib yurgan bo'lsangiz, shuni teng yarim narxda olib ketishi mumkin bu. Bu demak, katta televizor, kichik televizor boshdan oxirigacha 32likdan 98gacha 100likgacha hammasini 50% chegirma skidkamiz amal etadi. Endi qaranglar, 1 metrlik televizorimiz 2 million 200 ming so'm bo'lgan, 1 million 100 ming so'mga tushgan. 2 million 500 ming so'mlik televizorimiz 1 million 250 ming so'mga tushgan. 1 million 100 ming so'mga 43lik televizor bu. 43lik televizor bu. 1 million 250 ming so'm. Endi buna versiyalari ko'pda yana. 1 million 450 ming so'mga turibdi. 1 million 600 ming so'mga turibdi. Xullas 2 million so'mga nechasidan yetib bormay turibdi. Buning narxi 3 million 800 ming so'mlik 1 million 900 ming so'm. 2 million so'm. O'zi bilsangiz ham aytiladi. 1 million 1 million ichida 2 milliondan 4 million so'mgacha boradi. 4 million so'm, 4 milliondan 2 million so'mga tushgan. Oldin ham 4 million so'm aytgan televizorimiz 2 million so'm. 2,5 million so'm aytganimiz yana 2 million 200 1 million 250 ming so'm. Teng yarim narxida turibdi. Masalan, siz 32lik televizorga puling olib qo'yadingiz. Masalan, bo'ladi-ku, 1,5 million so'm minglab qo'ygan bo'lsa, 1,5 million so'm minglab qo'yganlar, endi 32lik emas, bizlarga kelsalar, endi boshqa yerga borsa ham 32lik oladilar. Hamma 50% degan narsa yo'q.
Lekin bizning dükanımıza gelse 40 kişilik televizor ketdilar. Getdi yine. Al indi 40 kişilikə də 2,5 milyon so'm pulinglarni bo'lsan chiqib 50'lik beraman deysiz. 50'lik berib 4,5 milyon so'm satılğanı koluna 2250. pulam qaytib beramiz yine. 4,5 milyon so'mlik Artel Smart Android televizorimiz 2 milyon 250 ming so'm bo'lgan. Gel bir karar. S-Smart kompaniyaniki 4 milyon 800 ming so'mlik 50'lik televizorimiz 2 milyon 400 ming so'm bo'lgan. Yine bir de GVC brendinden bak. 5,5 milyon so'm edi 2 milyon 750 ming so'm o'ttiribdi. Toshiba yaponskiy firma, kачественный brendni yaxshi ko'radigan insonlar uchun 3,5 milyon so'm 7 milyon so'mlik varianti 3,5 milyon so'm. Summadan qat'iy nazar, necha so'm bo'lishidan qat'iy nazar deng yarmini to'langlar televizorni oladilar. Bu sizga qanday imkoniyat beradi? Kichkina televizordan ko'ra kattaroq televizor, masalan, mendayda bisaflikda. Hem muat düşünədəs ki, yani. Qımmat, nəzəni, arzan, nəzəni baxan uçuş yaş biləsiniz. Az bu sıra uçuş İndi bu aksiyamız klientə faydası. Ne üçün indicəkmi? Məsələn, 4 milyon so'mlik televizor deylik, yarım narxında 2 milyon so'm aldılar. Neçə so'm utdular? 2 milyon so'm. 2 milyon utdular. Al indi katta televizor aldılar deylik, qimmatroq. 7 milyon 800 ming so'mlik televizor alsalar 50%da 3 milyon 900 ming so'm. 3 milyon 900 ming so'm fayda. Utdular. Indi 3 milyon 900 ming so'm fayda etdiler. Yani yine bir katta bir texnikasini foydasini olib turibdilar. Masalan, kir mashinasi. Bir narsa almaydılar, iki narsa aldılar. Bir narsa alamaydı, iki narsa aladan bo'libdi. Yurtdoshlar qaranglar, solishtirsangiz uchun aytib turibman, Monix brendinden 65 düymdagi televizor Libo joy bilan ko'raveringlar. Uyingiz Nukusda bo'ladimi, Urganchda bo'ladimi, Buxoroda bo'ladimi, Samarqandda yechida yo'q, zavoddan yo'q narxdan qo'yib berganmiz. 65 düymdagi televizorimiz 7 milyon 800 ming so'm bo'lgan, yarim narxini 3 milyon 900 ming so'm. 65'lik televizor. Ekranını özü 400 dollar duradi buni. Ekranını narxı shunday duradi. Bize size şu narxdan ham arzon narxda televizor beracakmiz. Endi bu yerda faqat bo'lgani Monix emas. Xolasanlar TCL brendinden bor. 4 milyon so'mga TCL eshitganmiz ekan. Mirovoy brend bular. Mirovoy brend. Premier kompaniyaniki bor yine. İBE'da yine Imberniki bor, 4,5 milyon so'mligi bor. 4 milyon 250 ming so'mligi bor. Xullas 65'lik televizor bir de 5 milyon so'm o'tib ketgani bo'lmay turibdi. Bu degani faqat olish kerak, foydalanish kerak degan. Oling endi 75'lik televizorni qaranglar, 6 milyon 500 ming so'm. 65'likdan normalnisini bermaydi on baqaga 75'likni zo'rini beradi. 6,5 milyon so'mdan boshlanadi dedi. 65'lik 6,5dan boshlanadi. Yani 6 milyon 900 qala boshlanishi. Bu bundan ham arzon bo'lib turibdi. 6,5 milyon so'mga 75'lik televizor bereceksiz. Hava. Endi bir O'ktanboy yana bir zo'r tarafi, qiziq tarafini aytaman. Masalan, shu Immer brendinden yine televizor Vibus programmada ishlab beradi. Narxini e'tibor etamiz 6,5 milyon so'm, 3 milyon 250 ming so'mga tushgan. Yurtdoshlar bir de bizada diller dükanımızda o'zi narxlar oldin ham arzon bo'lgan. Aytajakim, bir o'zim reklamalarda ko'rganman, bir eshitganman, 70% skidka bo'ldi, 55'lik televizorni 4,5 milyon so'm oldim dedi. Bu 70% skidka bo'lmadi bu yerda. Prosta bir og'zaki bo'lgan. Hozir ham baholarni avvalgi bilan solishtirsangiz bo'ladi-ku, avvalgilar boshdan solishtirgan. O'tgan safar videolar bilan. Shuning uchun men sizlarga aytib turgan narsam, bizda oldin ham narx arzon bo'lgan. Endi 50% yarim narxında yana da arzon. Haqiqiy skidka. Haqiqiy skidka bo'lib ketdi. Bu yerda yana bahor iktar turib 50% skidka etdim degan gap bo'lmadi. Yo'q, narsa emas. Avvalgi ishlanib turgan narsamiz, masalan, mana shu QLED varianti bo'ladi. Qimmat televizorimiz haqiqatda 8 milyon so'mlik televizor. 1 milyon so'm skidka bo'lgan 7 milyona tushgan. Endi buni yarim narxi necha so'm bo'ladi? 3,5 milyon so'm bo'ladi. QLED degan televizorni bu bahoga olish o'xshi mumkin emas. Bizda hozir shunday narsa bor. Bu televizorimizda yine kompyuterning hamma narsasi, endi televizor ko'rganmiz ayni O'ktanboy. Klaviatura. Polностью kompyuter bajaradigan ishni ishlab beradigan televizor. Yine ikki yanlama. Bu ham pul, bu ham pul. Shunday televizorlarimiz bor. Hammasi qimmati bo'lsin, arzoni bo'lsin, demmesin narxını sındırgan. Bular dastavki ustanlık neçədən veriyorsa? 55, 65, 50'likten başlap katta televizorlarınızda dastavki ustanlık hizmetleri mevcut boladı. Uyuna apartırıp beremiz xudo xolasa 43'liklerde, 50'lik 43'liklerde ulada bo'lmaydi. Kichkina televizorlarınızda kattalarında bo'ladi. Şu baxana içində dastavki ustanlık ham ishlab berasizmi? Krasyan deyini qo'shtirib yo kelisizlarmi uni? Yo'q, dastavki ustanlıkisi обязательно bo'ladi. Endi hozir bu narxlarda olgandan keyin qaranglar, 50% skidkamizni bittagina sharti bo'ladi. Dükanımızdan bir dana maishiy texnika sotib olishlari kerak bo'ladi. Endi u istagan narsangiz bo'ladi. O'zi esa kerak bir liboy bir turdagi mahsulotni olsalar bo'laveradi. Chunki bir hozir shart deganda falan versa olishingiz kerak deb majburiy qilganimiz yo'q-da. Xohlagan narsangizni o'ting. Masalan, konditsioner savdo etishingiz mumkin bo'lgan istalgan bir narsangizni xarid etib olib ko'rasiz. Televizorlarimiz ham, yani ko'p odam o'ylashi mumkin.
Bu ne arzon baha bo'lib turibdi. Yani skit kimi, astat kimi, bırak veclemişin diyen bir ayrılmış mıslar çıkkaladı ki yurttaşlar yine bu televizor. Açılmagan korupkilen durdu yine. LG deseler mi, Premier deseler mi, TCL deseler mi, Shivaki deseler mi, Royson deseler mi, Munix deseler mi? Açılmagan korupkilen adam. Şimdi bu bir hamur uçundan petir. Qarang, mesela şunda savol beradi onlar. Şunda mesela savol beradi. Mesela dükkan tamamına sınov müddəti boladı. Bu 3 yıl kafalatı. Yo'q, servis tomondan 3 yil kafalatı boladı. Dükkan tomondan mesela 1 ay 40 gün sınov müddəti boladı. Kudurma. Siz aytganda işlemese, zavodskiy defekt problem olsa başlab olmadı mı? Bu şu mesela 50% kitki vaqtdan başka vaqtdan bu aytacakımız, bu aksiyon, bu narxlarımız, aldıngi narxlar, şunu yarım narxı. Hazır size için imkaniyat verildi. Yarım narxına faydalanıp alışınız mümkün bu. Satılıp durgan brendler hem şu evvelki brendler. LG var, Samsung var, Premier var, Zifler, Artel farkı yok. Prosto bir halkımız için, yurttaşlarımız için amagan adamla, televizor aman adamla asın, tezrak, üspit etsin degen maksatda koyulmasın. Aksiyon. Bize de durmasın, bize pulunu boşatıktan haladenlikə tikib erik diye maksatda arzanlaştırılan narxdan koyulmasın. Yazı arzan satıp biləsizlər bunlar. Ya, işin dinləsin. Həmməsə halkımız üçün bu. Kondisionerlərə narxları hər xil. İndi 3,5 milyon somdan başlanadı. Bir evvelki narxlarınızda tuttu. 3,5 milyon som, 3 milyon 800 min, 4 milyon, 4 milyon 200, 4,5, 4 milyon 400. Hər xil türdə kondisionerləriniz getərədi. İndi prosto variantları var, inverter variantları var. Kış mövsümü inəbətə ağan halatda kondisionerlərini, tiyinli inverter modellərini alışını təvsiyə edəniz. Çünki soğukda işləmik alarlar. Yazgı kondisionerlərimizdən görə qışqı zimalita kondisionerlərimizin ağanları yurttaşlarımız üçün makul olar. İndi yenə bir yerine açıb ötüşümüz gerek. Narx nava degen nerse şu derecede sınıp gitti. İndi sınğanda tabi yengiləçə deyilik 2025-ci il axırınaca narx navalar tolka düştü. Heç qaysı brend kütərmədən başqan bu. İndiliki 2026-cı ildən dollar kursu oynaçıq hesabına, rastlamış tamojilərimiz hesabına, zavodlarda Xitaydan bir ayrım bir səbəblərə görə mahsulatlarının narxlarına, tən narxlarında özgərişlər tutdu. İndi bu nerse bize de hazırca sezilmedi. Çünkü bize yanvar ayını başında aldırgan tavarımız Taşkent'ten gelen olsa yakında gelgeni boladı. Ya evvelrak gelgen aldığın tavarlarımız. Çünkü için narxlamalar özgərtmək. Lekin indi azı fevralda beyram boladı. Beyramdan keyin taza tavarlarınız girip gelip başlasa narxlamalar özgərib getədi. Şunun için aytacağım. Kondisioner yazda alacak yurttaşlarımızdan hazırki günde kondisioner alıp koyuşlarını tavsiye etemiz. Çünkü narx navası birinciden arzdan, yazda hem üzünün narxı minişi mümkün, hem sezon issıda kondisioner narxları kötəlik gider. Kızış yazda bir köprak boladı. İndi sizlere kondisionerlerimizde yine hemme brendden var. Inverterli Shivaki deseler mi, Hisense mı, Immer mi, yine bir de Avalon, Rosso, Magna, Artel, Citronic, Aukus, Volmer, istelgen Haier, istelgen brendden kondisioner tapışsanız mümkün bu. Narxını aytdım 3,5 milyon somdan 7 milyon somgacha 12'lik kondisionerleriniz var. Haier brendimizden kondisionerlerimiz 5,5 milyon somdan durdu. 6 milyon somlukları var, 4,5 milyonluku var. Volmer kondisionerlerimiz özü 6,5 milyon somdan satılgan, hazırki günde 5 milyon soma çıkıyor. 5 milyon soma çıkıyor. Qarang mesela telli variantlarınca somdan başlanır 12'lik kondisionerler. Telli variantlarımız indi 12'lik 4 milyon 800 min somdan başlanadı. Ortaca 4 milyon 800 min somdan aryan tarafına getiriyor. İndi telli degende 4 milyonluk telli kondisionerimiz var. Prosto klientə tavsiyə etib, yaxşı dəb beradan garantiyeli mahsulatlarımız şimdi fakirləyəndən başlanır. Çünki bir xil brenddə 5-6 xil pozisiyası var. Mesela 6 da nəsə var bunun? Bedam Artel var, yine Bedam Artel var, yine bir Artel var, şuna oxşayan mahsulatlarımız getirilir. İndi zimaliyeta kondisionerlərimizdə istəlgən türündən xərit etib alarlar, xalasal 18'lik xalasa 24'lik asın. Xalasal 12'lik. Dastavki ustanovki Karakalpakstan, Xorazm boylab uyuna yetkazib, ustanovki dastavki xizmatlarimiz mavjud bo'ladi. Ya aytib o'tgani dükkan viloyatlara bo'ladigan bo'lsa, faqat dastavki xizmatimiz O'zbekiston bo'ylab ham mavjud. Yani aytganimizdek kondisionerni xarid etib olarlar. Biz aytgan zimaliyeta kondisionerlarimizdan xarid etib olsalar, bir ay sınav müddəti verildi. 3 yıl içinde bepul servis xizmetinden faydalanışlar mümkün oldu. Bundan taşqar 4 tane fəsilinə 4 tane peçat basıb verəmiz. Bu yaz üçün, qış üçün emas. Yazda, küzdə, baharda, qışda. Həmmə 4 fəsilə 4 tane peçatını basıb yazıb verəmiz. İndi padarkisinə gəldik indi. Padarkisinə gələn bolsaq, əvvəlki videolarımızda görgənsizlər kirmaşin qoşub verdik. Haladelnik qoşub verdik, televizor qoşub verdik. Xullas kondisionerə
qo'shib bermagan narsamiz kamon ekan. Endi nov qo'shib berish ham ikkilanib qoldik. Shuning uchun endi hozir ko'p odamning yodidan konditsioner ham tushmaydi. Yodini tushirish maqsadida qo'shib beradigan o'zimiz Bektanboy majbur bo'ladi endi. Pul qo'shib beracakmiz. Konditsioner olasizlar, pul to'lab olasizlar, biz sizlarga yana pul beramiz. Bir konditsioneri 1, 2, 3, barana 7, 4 million so'm pul beramiz. Bir konditsionere 4 milyon so'm pul beramiz. 3,5 milyon so'mdan boshlanadi, lekin ularga demaymiz. 4 milyon 800 ming so'm, 4 milyon 800 ming so'm yine aytib o'tamiz. Artel konditsionerimiz inverter motorlusi, teni bo'lgan, teni mavjud buni, teni variantimiz, inabidagi 4 milyon so'mligimizda ten yo'q. 4 milyon 800 ming so'mligimizda ten bor, o'shadan boshlanadi. 4 milyon 800 ming so'm konditsioner xarid qilib olasiz, 4 milyon so'm pul beriladi. Premier kompaniyaniki 5 milyon so'm narxi. AUX kompaniyamizniki 5 milyon 200 ming so'm. AUX konditsionerimiz Mirovoy brend. Grey firmaniki 5 milyon 400 ming so'm. İstergen turingiz, xullas yine 6 milyonlukini alasizmi, 6,5 milyonlukini 7 milyon fark yok. 4 milyon pul sizdeniki bo'ladi. 4 milyon pula gelesiz. Gaz plitaning narxi 1 milyon 950 ming so'm turadi. 2 milyon bering bana. Yine bir gaz aldınız. 1 milyon so'm bilan bir dana olaman ben. Pilisos alaman. Zo'rindan bir dana pilisos aldı, bir dana mikronovka aldı. Qaranglar, shunda bir gaza, bir dana mikronovka, bir dana pilisosni zene zo'rindan mana savdolashib ko'rib o'tiribsiz, to'g'rimi? Xohlagan variantni 1,5 milliondan emas, 2 millionlikini oldinglar. Shunday variantlarni o'zingizda tanlov bo'ladi. Endi xolasangiz gaz plita bu narsani olinglar. Xolasangiz xolodilnik olinglar 2 kamerali. Avtomat kir yuvish mashinasi olinglar. Farq yo'q. İstergen narsasini olsalar bo'laveradi. Dükandan chiqqan holda meşi texnika olib turaveradi. Masalan, xolasa 40 dana o'zim olaveradilar sovg'a. O 50 ming so'mlik tifaldan 4 milyona 80 dana tifal veremiz. Tifalni komşulara olib borib turib 80 dan satsanglar konditsioner mut tekina qolib turibdi. Bunday turib ishlasan bo'laveradi. Ama bizlardan bir narsa ikkitadan klientimiz bor edi. Uzoq yerdan endi neligini aytsak bo'lmaydi. Dükan ochib beribdi. Podarkalardan qo'shimchalarni ekitib. Yerda 18lik turlarimiz bor. TCL brendinden bor, Citronic brendinden bor, AUX, Shivaki, Rulus, Rio, Monix, xullas assortimentda muammo yo'q. Endi bu yerda ochilmay turgan konditsionerlarimiz ham bor, skladdan bor. Gapning qisqasi, kallangizga kelgan turini, uyingizda avval ishlatib o'tirgan turingizmi, boshqasinimi, ko'mirishingiznikimi bemalol so'rab kelaversa, xudo xolasa topib beramiz. Lekin topib berganda ham topib beramiz. Kvadrat metr obyomlaringizni aniq aytib kelishingiz kerak bo'ladi. Çünkü mutaxassis bolalarimiz bor, shu narsaga tushunadigan boshqasi qaysi konditsionerni qancha kvadrata qo'yish kerak. Misol uchun aytishim mumkin, mana bu AUX konditsionerimiz, buni narxi 7 milyon so'm turadi. 7 milyon so'mlik konditsionerimizni o'rtacha qo'yish hududimiz bor, 50 metr kvadratacha qo'ysa bo'ladi. Lekin AUX'ni inobi kelib turib 6 milyon so'mlikini olaman desanglar, buni 50 metr kvadrata qo'yib bo'lmaydi. Buni 40 metrga qo'ysa bo'ladi. Shunga o'xshagan qochirimlari bo'ladi. Masalan, TCL'dan shunday narxina qarab, kubometrina qarab o'zlarini obyomlari kelgan bo'ladi. Havo. Shu narsalarga qarab bizlar sizga tushuntirib beramiz. Xohlagan turingizni tushuntirib xarid etib olishingiz mumkin. Ish qilib qaysi holatda bo'lsam 4 millioningiz bor. Bemalol kelaverasizlar. Agar endi konditsionerlarimizni aytdik, stoyki konditsionerlarimiz ham bor. Ular haqqında bir qator ma'lumot berib shu ben tarafda. Stoyki kolonni konditsionerlarimiz bor. Bularning ham narxlari arzonlaganda normal holatda arzonlagan 15-14 million so'm bo'ladi bu konditsionerlarimiz. Hozirgi kundagi bahası 9 milyon 500 ming so'm o'tdi. 9,5 million so'm tushib qoldi. 9,5 million so'm tushib qoldi. Yana bu firmalarniki namoz maqtab narx turibmiz, Sevinch brendida 2 anlama ochiladi. Qaranglar, narxini e'tibor etinglar. Haqiqiy 14,5 milliondan sotilgan. Hozirgi kundan bu 14,5 million so'm ishi konditsionerimizdan aylanib ko'rsalar do'konlarda topiladi. Bizdagi narxi 11 million so'm. 11 million so'm. Ola 11 million so'm oladi, 4 millionni qaytib beramiz. 7 million so'm tushadi. 7 million so'm tushibdi. Dastlabki ustanovkisi tekin bo'ladi. Öktenbayna kanalından görüp geldim, like basıp geldim degan yurttaşlarımız için bir dana kommenter yazıp like basıp gelirler, bir dana ettiğini sovg'amiz ham bor. Ha, sizlar sovg'a. Ola endi uzoq yaqin joylardan, boshqa yerlardan kelgan yurttaşlarımız için ettiğini yana bir sovg'amiz bor. Shofer bratlar uchun endi. Shoferlar uchun da. Gelip ketishni arzu edingiz. Gelip ketishini arzu edingiz. Monix brendinden bor, ibidayna Shivaki degan turlarimiz bor, Immer brendinden bor, Avalonniki bor, Sevinch'niki, Rulus'niki Hamma kompaniyadan topiladi. Xullas, assortimentda muammo yo'q, hamma kompaniyadan topiladi. Endi shu yerga keldik, xolodilniklar ham aytib o'tdikmizmi? Divaldan bu yandan bosh beramiz kattasidan.
Şu kichkina xaladniklardan baş veramiz Kichkina emas bular, katta bular. Kattami bu? Qara bu, razmeriga qara. Kichkinalar qarasa. Kichkina xolodilniklarimiz bu ham tarafda yana. Yana Kichkinalar kichkinalar birinchi chetdan boshlaymiz. birinchi chetdan bo'ldi. Bunga ko'tarib. Endi kichkinada endi o'rtacha xolodilniklarimiz o'zgarishlar bo'ldi. Oldin endi bu yerda kichkina xolodilniklar bo'ladi. Shuning uchun ham sen kichkina tursan, xolodilniklarimizning assortimentlari kengaydi, kattaytirdik. U oryan tarafida da'si, bu ham tarafimizda xolodilniklar ketaveradi. Endi bu kattaroq razmerlari, buni ham har xil turlari bor. Yana Valna brendimiz bor, Vestaniki bor, Atlantniki bor, Bryusa degani bor, Indizit degani bor, Pozis degani bor, birovi Oki deydi, birovi serisi, Platinum firmaniki bor, Clio, LG motor qo'yilgan turi, Laretto kompaniyaniki bor, Valnaniki bor, ina Premier, Artel, xullas bir-birini takrorlab gapirgani yo'q. Har xil turdagi assortimentlari bor. Daiwa brendidan Pozis, endi bu ham tarafimizdan ketaveradi. No frost varianti, defrost varianti hamma turidan bor. Endi inov variantlarimiz bor, Artellarniki bor. Bularni narxlari oldin 5,5 million 800 ming so'm sotilgan. Hozirgi kunda skidka bo'lgan, narxini maxsus skidka qo'yibmiz. Bizda dillerskisi bor. Hamma brenddan dillerskisi bor. Premierdan ham bor, Volnadan ham bor, Laretto'dan ham bor. Shu xolodilnikimiz ham o'zi sotib turgan yerinde Laretto brendinden aynalı morozelkali bo'ladi. 5,5 million 800 ming so'm. Hozirgi kunda biza 4 million so'm qo'yganmiz. 4 million 4 million so'm qo'yganmiz. Ina bu turbayni Artel brendinikini 4 million 400 ming so'm qo'yganmiz. 160 volt 5 million 800 ming so'm sotilgan, 160 volt tok destem ishlab beradi. Ina 6 millionlik Daiwa brendlarimizni 5,5 million so'mga tushirganmiz. Pozislarimiz 6,5 million so'm edi, 5 million 800 ming so'mdan. İB'de yine 6 milyon 200 ming so'mlik No Frost modellerimiz bor. İB'de yine katta boyları bor. 7 milyon so'm edi. Hozirgi kunda 5 milyon 900 ming so'mga tushgan. Xullas, qishki sezon hisobini xolodilniklarimizning narxi arzon. Normal miqdorda arzonlab turibdi. Endi bu yerda ranglari, vibrlarimiz katta. Qaysi turini olishdan qat'iy nazar, yuqorida 5 million so'mdan balandina xolodilnik oladigan bo'lsa-da, İB'de yüklenme savgalarını tayyorlab qo'yibmiz. Savgalarımız ham bir nevi olsun degan holatda suv solinib ishlatiladigan Uaken brendining germanskiy original pilisos qo'shib beramiz. Pilisos qo'shib beradi. Havo. 5 million so'mdan yuqori bo'lgan bir dana xolodilnik oladilar. 5 million so'mdan zo'rindan mo'yishchisidan bir dana pilisos beriladi. Bo'ldi emas? Yanında bir dana 8 kilolikdan orijinali ichi nerjevika bo'ladi. İB'an tarafdan nerjevika bo'ladi. Yaxshisidan bir dana pol avtomatini qo'shib beramiz. İki nersesem, dastavki ustanovkisi obязательный içinde bu. Bir pol avtomat, bir tane pilisoslu mo'yishchisini olsa mümkün mu? Yok menüyümde bu nerseler bu deydiğin yurttaşlarımıza İB'an tarafa qaraymiz. Hisense brendinden 8 kiloluk etibar etamiz. Bir görüp kaldım, indi bir eshitib kaldık desek ham bo'ladi. Podarkiga prostoy narsa qo'shadi ekanlar. Doğru. Indi qo'shtirnoq ichida bo'lishi mumkin. 5 barmoq teng emas. Ayrim bir do'konchilar bor. Podarkisine prostoy narsa beradi, ya arzon narsa beradi. Bizda da masalan arzon narsa emasligini ko'rsatish maqsadida Hisense brendinden 8 kiloluk kirmashin qo'yibmiz. 8 kiloluk. 8 avtomat 6 kiloluk olib yurganlar ham 8 kiloluk o'zgartirib turibdi. Shuni o'ylab qoldi, 8 kiloluk o'zgartirib beradi. Hojat yo'q degan holatda qo'shparadan podarga ham garantiya beradi. Garantiya beramiz. Narxi 4 million so'm turadi, avtomat kirmashin podarkisine beramiz. Havo. 5 millionlukni olsalar. 5 milyonlukunu aladilar, 5 milyon ava, 5 milyon so'mlikini aladilar, 4 milyon so'm podarkisi bor. Xolodilnikingiz 1 milyon so'mga tushib qoladi. Agar bunga shubhangiz bo'ladigan bo'lsa, 4 milyonlikini 4 milyon so'm pul beramiz. 4 milyon. Buni o'zim 4 milyon sotib olaman. Buni 4 milyonga sizdan sotib oldim. Bu narsalarni olmadinglar, 5 milyonga xolodilnik olinglar, 4 milyonni beraman. İstalgan kir mashinani, istalgan gaz filtrini xarid etib olsanglar bo'ladi. Xohlasanglar 2 milyonlikini 2 kir mashin olinglar. 2 milyonlukunda 2 tane gaz alınlar. Bu sizlere. Özünüzse gerek bu nersesini 4 tane pol avtomat hazırla halasınlar. 1 milyon so'mlikunda 4 tane pol avtomat hazırlar. Bu özleri ertaga olib borib sotasizmi, boshqa aytasizmi, o'zingiz bilasizlar. Xullas, endi 5 milyon so'mgacha bo'lgan xolodilniklar olsak nima berasiz? 5 milyon so'mgacha bo'lgan xolodilniklarni olsanglar, ina bu pilisosni Uaken brendinden maxsus ekkaganmiz. İnternete girib qarasanglar topasizlar. Odi bilan yozishingiz kerak lekin. Chunki buni ishini boshqa pilisosda ishlamaydi. Bu changni suvni ichine olib beradi. Uyingiz changamaydi, allergik kasalligi bu odamga hech qanday zarar yetirmaydi. Shu narsa suv solinib ishlanadi, haqiqiy original narsa bo'ladi. Narxi 2 million so'm sotiladigan pilisosning shunchaki tekinga. Endi qiziqi xolodilnik narxi necha so'm? 2 milyon 900 ming so'm. 2 milyon 900 ming so'm xolodilnik oldilar, 2 milyonlik podarkisi bor.
Getdi. Yo'q, bu ham shubhangiz bo'ladigan bo'lsa, hozirgi endi bo'ladigan bo'lsa 2 million pul beraman. 2 million so'mga istagan narsangizni olinglar. Xalasangiz, kulleri aling, xalasangiz, yana bir boshqa pilisos aling, o'zingiz bilasiz. Yine bir de 3 milyonluku var, 3 milyon 200 bin so'mluku var, 3 milyon 300 bin so'mluku var, 3,5 milyon so'mluku var, 3 milyon 600 bin so'mluku var. Kichkina deganimizda 1,5 metrlik xodimliklar buni ham assortimenti katta. Har xil turlarini olsangiz bo'ladi. Bu yerda vitrina xolodilniklarimiz bor edi. Buni variantlari ko'p. Morozenlik, endi bu yerda klientlarimiz ham bor ekan. Variantlarimiz ko'p. Xullas, kelaverasizlar, qaysi turini xohlasanglar ham bozorni görüp kelinglar обязательно. Hem bir so'rab 7 milyona gördinglarmi? Kelinglardan 6,5 milyona savdolashinglar. Keyin olinglar podarkisi bilan. Bize böyle arzon beramiz. Hem bir so'rab tushtirib, ko'ngil xotirjam bo'ladi shunda. Kelaverasiz, sağ ol. İşte endi gazlarni sana şey, ben taraftan başlap beramiz. Gazlar uchun bir maxsus takliflarni qo'yganmiz. Endi gaz plitani ham o'tgan men deb o'ttiribdi-da. Klient keladi. Birinchi uchutda endi ko'p hammadan shunday holat bo'lsa kerak, arzoncharoq mahsulot qaraydi. Ne uchun? Hamma bo'lish uchun. Doğru. Lekin hamma arzon narsalar ham zo'r emas. Doğru. Bular zo'r sifat kutadilar. İnternetdə məsələn reklama etganimizdə o'zimiz ham gaz plitani bize yaxshisini maqtaymiz. Doğru. Maqtan vaqtida. Lekin narx aytgan vaqtida arzondan. Arzondan başlayın. Lekin arzon bilan qimmat ikkisi bir yerda bo'lib qolmaydi. Shuning uchun agar hamyon bopini olaman desanglar, ishda ko'rib turgan gazlarimiz, qaranglar. 2 milyonluk gaz, 2 milyon 300'lik, 2 milyon 200'lik, 2 milyon 400'lik, xullas 2 milyon 500'lik gaz filtreniz var. Hammasidan chiroyli skidga etib beraman. Qanday bo'ladi? 1,5 milyon so'm beraman. 2 milyon da geldi. 2 milyon deganimmi? 2 milyon 200'likini 1 milyon 600 bin so'm beraman. 2 milyon 300 bin so'mlikini 1 milyon 700 bin so'm beraman. 2 milyon 400 bin so'mlikini 1 milyon 900 bin so'm etib beraman. 2 milyon 500 bin so'mlikini 1 milyon 950 bin so'm etib beraman. Qaranglar, Elita kompaniyaniki spichkali, Artel'ni bir gözlü toklisi, Artel'ni 4 gözlü gazlısı, Vesta brendi 1 milyon 700 bin so'm baho aytdim. Ferri'niki 1 milyon 500 bin so'm baho aytdim. Solishtirishingiz uchun narx aytdim. Istalgan joyingiz bilan solishtirib ko'ring. Endi shundan arzon aytding, podarki yo'qmi desalar, podarki bor. Like basın, kommentariy yozing. Bir dana ishodan qo'lingizda tutmayman. Gelingdan xustak chaynik kerakmi? Xustakini olin. Tapası kerakmi? Tapasini olin. Yo'q, bu vajingiz bo'lsa, maxsus podarkisini olin. Stakanini olin. Original tifalini olin. Fenini olin. Xullas farqi yo'q. Xohlagan bir dana podarkisi like basib, kommentariy yozganingiz uchun. Endi Xorazmdan, Hazaristan, Gullandan, Berunidan, Nukusdan, Bo'stondan, uzoq yaqindan keladigan yurtdoshlarimiz bor. Qorda, yomg'irda, yine metan yo'q vaqtda benzin solib keladigan yurtdoshlarimiz bor. Shopir akalarimiz uchun yana bir dana sovg'asi bor. O'shadan xohlagan narsasi oladilar. Arzon gaz olsangiz ham sovg'a bor. Yani ko'p reklamalar chiqib turibdi-ku. Bizada deydi, podarkisiz beramiz, bahamiz arzon deydi. Arzon yerini so'rab bizlarga kelib çalıştırsınlar. Podarki bilan olib ketsinlar. Lekin podarki bilan olib ketsinlar. Ana shunday yurtdoshlarimiz bor. Endi qaranglar, gaz plitamizni maxsus aksiya etib berdik. Uyga ishlataman deganlar uchuncha so'mdan boshlanadi. Turi ko'p. Masalan, gaz plitalarimiz o'zi 2,5 maksimallisi 2,5 milyon so'mdan 4 milyon so'mgacha gaz plitalarimiz bor. Xullas, bularning sifatlari zo'r. Qanday zo'r taranim? Masalan, ina bu mahsulotning adı cho'yin deb aytiladi. Ina. Cho'yin. Quyma cho'yin bo'ladi. Quyma cho'yin bo'ladi. Ina, quyma cho'yin bo'ladi. Ina bu turbo komfortki bo'ladi. Ikki allama yanadi. Hem üstü nircelik bor. Baxasam qimmat emas. O'zi 3 milyon satganmiz, bana 2 milyon 600 bin so'm etib beraman. Qimmat emas, ko'p qimmat emas. Ina 2 milyon 800 bin so'mligi bor, 2 milyon 900 bin so'mligi bor. Ina bu tarafda mina gazlarimiz bor. Bularni ham bir ko'rsatib berik. Ina. Bu tarafda ina. Bu gaz filtrlarimiz bor ina. Bu yerdan variantlari ko'p. Spichkili deydi. Ina bu duxovkisi, ventilyatorlisi deydi. Grilli deydi. Xullas 4 milyon so'mgacha gaz filtrlarimiz bor. 2 milyon so'mdan yuqori bo'lgan gaz filtrlarimiz 2 milyon so'mdan 4 milyon so'mgacha zo'r gazlarimiz bor. 2 milyondan yuqori bo'lgan gaz filtrlarimizni xarid etib oladilar. Meylalab o'tirmayman, bir dana duxovka pechini qo'shib beraman. 36 litrligini qo'shib berajak. Yana 36 litrlik Vesta kompaniyanikini beramiz. 36 litrlik qo'shib berajak. 36 litrlik kattasi bo'ladi. Buni afzalligi nima? Buni ichida listi 2 dana bo'ladi.
spirali en bo'lib pastokda ishidan bo'ladi. O'zbekistondan tashqari SNG mamlakatlarga sotiladigan eksportni varianti bo'ladi. Ana shu narsasi ham ichida bo'ladi. Qo'shib. Somsa pishirib ham beramiz. Xamir bo'kib akkasinlar ishida pishirib beraman somsasini. Qo'shib beraman palaga ham garantiya beradi. Garantiyasini beramiz. beramiz. Dostavka ustunlikka aytamiz. Gaz yanadan bo'lsa, gaz balon yanadan bo'lsa gaz balon, periodni bo'ladimiz, periodni beriladi. Endi qaranglar. 2,5 million so'mga gaz oldinglar. Yaxshi narsa o'zingiz bilan ketadi. Sifat oldinglar. Pechkimizning narxi 900 ming so'm pul turadi. Misol uchun 2,5 milliondan 900 mingdan olsak so'm qoladi. 1 million 600. 1 million 600. Qaranglar, 2,5 million so'mga komfort gaz plita olib turib, pechkisi bilan olib 1 million 600 ming so'mga tushgani yaxshimi? Yoki bo'lmasa 1 million 500 ming so'mga oddiygina hech narsasi yo'q gazdan yaxshimi? Komfortlik o'zingiz uchun, qulaylik o'zingiz uchun. Yana shuni aytib berdilar. Diller 300 dan eng arzon pulga tushib berdilar. Diller 300 dan yaxshi narsa olinglar, ertaga rahmat aytib ishlatinglar. O'ktanboy ham rahmat deysin, bizlar ham rahmat deysin. Bizlar ham savob bo'ladi. Yaxshi narsa olishlarni bo'lma. Og'amiz yana xudo xohlasa navol konditsioner oldik biz. Gap yo'q. Temir xizmatda beraman. Dinim bilmaydi ekan bu bola, midir yo'lar ekan. Endi avtomat kirmashinlarimiz ham sezonning narsani oxira qoldirdik biza. Bu sezon tanlamas narsa bu. Sezon emas, sezon tanlamas bu. Yozdan, qishdan, liboy vaqtida ketaveradigan mahsulot bular. Avtomat kirmashinlarda zo'r yangiliklar ishlaganmiz. Narxlarimizni bulardan mega aksiyalarni qo'yganmiz. Endi hozirgi kunda o'ktam video ko'p, do'kon ko'p, bitovoy texnika, konkurensiya, raqobat. Endi raqobatni bo'lgani yaxshi, bir tarafdan xalq maza qiladi. Xalqimiz azatadi, ana o'lmashin. Evvel ya benzin zapravka kelmadi-ku, benzinlar uchirib bo'ladi dedi. Zapravkada benzin bo'lmaydi. Hozir zapravkalar ko'paydi, benzinlar hamma zapravkada bor. Ko'paygani yaxshidan bu narsa bitovoy texnika ko'paydi, narx-navolar arzonlab ketdi. Shuning uchun arzonchilik bo'lsa, xalqimizga qulaylik bo'ladi. Endi raqobatdan har xil turlari bor. Endi variantlar ham, zavodlar ham raqobat ko'p bo'lgandan keyin bir xil brendda, masalan, mana Zifler deymiz, Monicus, LG turlari ko'payib ketdi. Masalan, biza qimmatroq, yaxshiroq narsani chiqarsak, reklama etib, yana biri arzonchasini chiqaradi. Shuni brend aytib chiqadi. Shu brendni aytib chiqadi-da, shu narsa arzon bo'lib chiqadi. Lekin u bilan mahsulot arzonlab qolgani bo'lmaydi. Uni boshqa turi sotilgan bo'ladi. Shuning uchun eBayda solishtirishimiz uchun 2, 3, kerak desa 4, 5 nusxada tayyorlab qo'yganmiz. Assortimentimiz katta. Istalgan turi yer bilan solishtirib, xohlagan brendidan so'rab kelsalar bo'laveradi. Bizda hamma brendidan topiladi. Men aytajakim, arzon narsaga aldanib yoki boshqa aytib qolmanglar. Misol uchun, hozir biz reklama etib turibmiz. Ish kirmashinni narxi 3 million 900 ming so'm bo'lgan, 3 million 700 ming so'mga tushgan. Artel inverter 10 yil motorina kafolat beriladigan zashita qo'yilgan varianti. Narxini arzonlatganmiz. Endi qaranglar, 3 million 700 ming so'mga avtomat kirmashin xarid etib olasizlar. Sovg'asiga bir dona mini pech duxovkasi kattasidan, bir dona mikrovonovkasi Uaken brendidan, bir dona parovoy generatori kattasidan, bir dona pilisosi, bir dona avtomat shobrasi. Ishola mutlaqo tekinga sovg'asini qo'shib beriladi. Katta narsalargan bo'ladi. Hava. Endi qaranglar. Meni shu reklamamni ko'radidan yana bir video chiqaradi. Bizda deydi sovg'asi yo'q deydi. Ular sovg'asini ustidan qo'shib berib o'tiribdilar deydi. Bizda bu kirmashin 3 million 700 ming so'm emas, 3 million so'm deb inovi kirmashinni maqtab chiqadi. Ne uchun? Buni moda artelku. Buni ham kilosi 6 kilo, buni kam 6 kilo. Endi rangisini, serisidan qo'yib beradi. Shu bilan odamlar uni arzon deb o'ylaydi. Bu yerda arzonchilik emas. 3 million so'mga 3 million 700 ming so'm tutdilar. Shuncha podarka bilan olib. Yemini o'zi 1 milliondan o'sib turibdi. Birinchidan, endi sen hisob kitob etding, ko'pchilik hisob kitob etmaydi-da. Birinchidan sifatli mahsulot olib turibdilar. Ikkinchidan 1 million so'm, 1 million so'm, 1 million so'm, 3 million bo'ldimi? Boring 500 ming so'm, 3,5 million bo'ldi. Bu narsasi bilan 3 million 700 ming so'm o'zi narxi bilan teng sovg'a berilib turibdi. Bu muta tushib qolib turibdi. Dastavka ustunuki bilan plus bo'lib turibdi. Ya shofir akalarimiz qo'shib bergan podarkamiz bizga endi podarkasi berdi. Shu bilan xullas sovg'asi bilan olgan klientlarimiz uchun vigitni. Bu ham hozir bizani nima deymiz? Boshqa bir magazinlardan ko'proq sovg'a berib turganimiz bizani afzalligimiz, ustunligimiz. Bu narsadan yurtdoshlar foydalanib qolish kerak. Xarid etish kerak. Bu sizning foydangiz fevralgacha, faqat 5 fevralgacha. Endi qaranglar. Shunda menga arzon narsa kerak, boshqalardan arzoncharoq narsa desanglar, ina bu Hisense brendidan 6 kilolik
Miroy brend, ina bu Artel, ina bu Zifler, bu Monicus, ina bu Imbir. Bular hammasi 3 milyon, 3 milyon 200, 3 5 dana avtomat kir maşini. Her xil turda satılgan kir maşinlar. Qaranglar. Haysınız Artel, Zifler, Monicus, Imbir. Yuşu görüp turgan 5 dana kir maşininizni hammasidan bu 2 milyon 200 ming so'mdan qo'yib beraman. 2 milyon 200 ming 2 milyon 200 ming so'mdan. 200 dollar ham bort turgani yo'q. 2 milyon 200 ming so'mdan kir mashin berasiz. Kimga kerak bo'lsa, istalgan joy bilan solishtirib kelish mumkin. Quri ketmaydi yana. Bir dana like, kommentariy yozib kelsalar, bosib kelsalar, bir sovg'asini beramiz. Shofer bratlar uchun bir sovg'a. Hem arzon bahada berasiz, hem arzon bahada berasiz. Endi narx sindirishdan shunday bo'ladi-da. Ya xalq bir mazaqsında erishmaydi. Men podarkilar siz beraman, bizda bahasi arzon deb turib bir ozgina bir 4 milyon so'mlik narsani 300 ming so'm arzonlattirib podarkisi yo'q deb chiqqanda narxini ham sindirik, podarkisini berik. Xalqimiz edasi. Yine bir de endi masalan katta turlari desanglar 4 milyonluku bor, 4 milyon 200 ming so'mluki bor. O'zi 7,5 milyon so'mgacha bor uni. LG brendimiz 5,5 milyon so'mlik, 4,5 milyon so'mga tushgan. Buni sovg'asi bilan ketadi. Yine LG 5 milyon 900 ming so'mlik, 4 milyon 900 ming so'mga tushgan. Yine Samsung 5 milyonluku 4 milyon 900 ming so'mga tushgan. 4 milyon 600 tushgan. Sovg'asi bor. Sovg'asi yine pilisosi, mikrovolnovkasi, duxovkasi, parovoy dazmoli, avtomat shovrasi tekin içinde. Yo'q, meni uyimga to'ychi emasman men. Yine şu sovg'alar tekin. Men to'ychi emasman. Menga uyima kerak desalar, televizor beraman. Yine televizor. Ajoyibundan smart Android'dan 4K o'qiydigan zo'rdan televizor beraman. Bo'ldi emas. Like, kommentariy yozish uchun bir dana shovrasini ham beraman. Shofer bratlar uchun endi shofer bo'lsin, eriga haydab kelsin, giyoh haydab kelsin, yine bir dana termoxotini ham beraman. Uchsam qo'shib berasiz. Motini. Bu narsamiz ham endi sotib oladigan bo'lsangiz bir 3,5 milyon so'm pul duradi. 3,5 milyon so'mdan balandini libo bersa ham bo'ladi, to'g'rimi? 3,5 milyon so'm vaj duradi. Agar bu narsamiz ham mavoda chustlik etmasa, boshqa etmasa 3,5 milyon pul beraman. Ish bo'ldi. O'zim sotib olaman deyman. 3,5 milyon so'm. 3,5 milyon so'mlik libo narsasini o'zi olishlari mumkin bu. Dastavkasi ham ishlab beradilar. Endi brendlarimizga keladigan bo'lsak, TCL, Zifler, Immir, Hantaji, Hisense, Sevintage, Rulus, keyin Hoffman, yan tarafdan aytdilar, Immir, LG, Samsung dedilar. Laretto kir mashinlarimiz bor, Daiwa brendlarimiz bor. Xullas, assortimentda muammo yo'q. Ana Bekola bor ekan bu yerda. Laretto degan kompaniyamiz bor, Shiva Kinelki bor, keyin Ario brendlarimiz bor. Yana nima bo'ladi? Atlant degan kir mashinlarimiz ham bor. Xullas, hamma turli avtomat kir mashina topiladi. Bemalol kelaverasiz. Pol avtomatlar so'mdan boshlanadi. Pol avtomatlari aksiya o'ylab ham ko'rmayapmiz. Bular yoddan chiqib ketaveradi arzonlar. Yo'q, bu 1 milyon so'mdan boshlanadi. Endi 2 milyon 200 ming so'mgacha kilolarga qarab ketaveradi. 12 kilogacha kir mashinamiz bor. Bular ana bir dana pisos qo'shib berasizmi endi o'ylanmaganingiz uchun? Bulara sushiki bilan stol qo'shib o'tiraylik. Mayli o'tgan bayni so'z sinmas endi shuncha nima deydi? Shuncha bo'ldi, xo'ja bo'ldi dedi. Bir dana zo'rindan pisos ketdi. Oling. Bir dana, qaranglar, bir dana pol avtomata, bir dana pisos. 1 million pol avtomat oldik. Pisosdan endi 1 million endi yaxshi arzonda 900 ming so'm turishi mumkin. 900 ming so'mlik podarkisi ichida bo'ldi. 1,5 milyon bir dana pisos ichida. Bir pisos podarkisini. Pol avtomatlar uchun maxsus ketdi. Nerealni ne bo'ldi endi bu lekin? Qarang, shunda 5-fevralgacha bo'ladi. Bizlar endi dastlabki son kuni aytdingiz, to'lov masalasidan bir aytib o'tgansiz. To'lov masalasi naqd pul bo'ladi, plastik karta bo'ladi. Shu naqd pulda plastik kartalarimiz amal etadi. Bemalol uzoq yaqindan kelsalar ham bo'ladi, onlayn xarid etsalar bo'ladi, ekranda telefon nomerlaringiz turadi. Bemalol bog'lanib turib kelishlari mumkin bo'ladi. Kommentariyani o'qiyapmiz, neresi? Kommentariy ham zo'r sovg'alarni qo'yamiz. Telefonga qo'yamizmi? Telefon foto qo'yamizmi? Birinchi o'rin uchun bir dana pisos qo'yamiz. Jo'shdi. Jo'shtasik bir bo'lsa xalqimiz olsin. Ikkinchi o'rin uchun shovrani qo'yamiz. Uchinchi o'rin uchun termoxotni qo'yamiz. Bo'ladimi? Bo'ladi. Pisos. Bo'ldi. Shovra, termoxot. Kommentariy yozasiz, 10 dana do'stingizni belgilisdan yuborib tashlaysiz, like bosasiz. Endi yaqinlarga yuborsangiz, shunday yaxshi yangiliklardan foydalantirsangiz, bab yaxshi-ku. Shu narsalarimiz mutlaqo tekinga bo'ladi. Xudo xolasa keyingi videomizda O'ktanboy bilan birgalikda kommentariy show orqali aniqlab o'tamiz. Shu sovg'alarimiz sizniki bo'ladi, xudo xolasa. Gap yo'q. Qo'yib bergan narsalar rozi bo'lasiz, rahmat, salomat bo'ling.
Do'stlar, bu aksiyadan ünlü foydalananlar faqat 5 fevral olacaq ekan. Bu videoni Maishiy texnikalar degan YouTube kanalida bemalol tashlab qo'ysanglar, bu aksiyadan ünlü foydalananlar. Bizlar ham shu videoni yakunlaymiz. Videomiz haqqimizda ko'proq like'lar bilan qo'llab-quvvatlang. Keyingi videolarda görüşünce sog' bo'linglar, soynaga yetkazib olsangiz rozi bo'linglar.